Instagram olamida juda ham mashhur bo'lgan do'stlarimiz aynan eshiklar masalasida Akbarich kompaniyasini tanlashyapti va ma'qul ko'rishyapti. Bugun mana shunday sizga yaxshi tanish bo'lgan nomlardan yana birlarining uylariga yetib keldik. Ular aynan eshiklar borasida Akbarich kompaniyasini tanlashgan. Hozir birgalikda ular tanlagan eshiklarni ko'ramiz. Keting. Assalomu alaykum. Keling. Ulug'bek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xushkepsiz. Uylar muborak bo'lsin. Rahmat. Zo'r chiqdi. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'rinishi, eshikimga qaraganda, eshik tanlashda sizni majburlashgan ekan. To'ppa-to'g'ri aka. Rostdan? Ha. To'xtatamiz shu joyda. Shunaqa qila olamizmi? Xo'p, kirib olaylik. Keling, aka bemalol. Uy zo'r chiqdi dedingiz, hali ko'rmadingiz lekin, menimcha. Yo'q, ko'rdim mana, ko'rinishi zo'r. Birinchi taassurot. Hali hazil qilib gapirdim, lekin rostdan ham majbur qilishganmi yo? Yo'q, aka, biz o'zi Akbarich bilan anchadan beri tanishmiz. Bizani uylarimizni ko'pini ishlarini qo'yib berishgan. Shundan bittasi Farhodni, rahmatli do'stim uylaridan boshlaganmiz birinchi bo'lib. O'zi yoqqan dizaynni o'sha yerdan tanlab olgan. Undan keyin yana mana bu xonadonimiz xudo xolisi. Bu qachon bitirilgan bu uy? O'zingiz tepasida turganmisiz qurilishda? Qarang, bu примерно 6 oymi, 8 oy bo'lib qoldi bitganiga. Qurilishga kelib turganman, lekin postoyanno tepasida turmagansan. Bitta ukam bor edi, Saydak bor degan, o'sha polni qarab o'zi ustalar bilan gaplashib, endi biz ko'proq ish qilsak, bu remont tezroq bitadi-da. Yaxshiroq pul topamiz. Tashqarida bo'lsak, uy tezroq. Endi fokus ko'proq qaytga qaratsangiz yaxshi bo'lsa, shu yoqqa yugurishga. Nechta eshik olgansiz? 3 ta, adashmasam. 1, 2, 3 ta. Bu yerda endi kvartiramiz 72 kvadrat bo'lgani uchun eshiklar soni kamroq. Xudo xolasa bir 6-7 etajli uchastkali qursak. Qarang, men eshitgandim, ko'pchilik mijozlar aytishgandi, masalan, Akbarichga borishimizdan oldin uyi ichki qismi interyeri hali remont qilinmagan bo'ladi. Yo'q. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Hali qilinmagan, tayyor bo'lmagan. Endi menda remont bo'yicha baza bo'lgani uchun bilaman, chunki zakaz qilingan eshiklarga vaqt ketadi. Eng kamida 1 oy vaqt ketadi. Shuning uchun 1 oy davomida bu protsess bitgungacha siz eshiklarni zakaz qilib qo'ysangiz, bu remontingiz bitishi bilan eshiklarni olib kelib o'rnatib ketishadi. To есть uyingiz remonti tezroq bitadi. Ko'pchilik xato qiladi, aboylarni tugatayotgan paytda eshikka zakaz beradi. Keyin qarabsizki, eshikni yana 1 oy, 1,5 oy kutishga to'g'ri kelib qoladi. Hozir aytdingiz-ku, tajriba ko'p deb. Nimadan endi uni? Nechta? Yo'q, birinchidan o'zim men malyar bo'lib ishlaganman. Yo'q-e? Ha. Men o'zim bemalol mana shu gipsokarton, men aboylarni qila olaman, endi eshik yasamayman-ku. Bemalol qila olaman. Shuning uchun qurilish sistemasida bir 8-9 yil ishlaganman. Gap yo'q. Kollej paytlarimda vaqtdan bemalol unumli foydalangan holatlarda takoy chiqib ishlab, bo'sh paytlarim ishlab pul topardim. Yaxshi. Mana bahor boshlanishi bilan hamma qurilishni boshlaydi. Uyda hovlilarni remont boshlanib ketadi. Ko'pchilikka mana shu agar sizni boshingizdan o'tgan bo'lsa, ya'ni remont qilishdagi nima qiyinchiliklar, birinchi bo'lib nimaga e'tibor qaratish kerak, uy qurayotganda interyerini, dizaynini tayyorlayotganda nimalarga alohida e'tibor berish kerak? O'zingizning tajribangiz bo'yicha. Birinchi to'ppa-to'g'ri dizayndan boshlash kerak. Dizaynni to'g'ri chizdirib, yaxshi dizaynga chizdirib, hisob-kitobini chiqartirish kerak, to'g'risini. To есть oldindan sizda plan bo'lishi kerak. Men mana shu toifadagi remont qilaman o'zimga. O'zingizga yo'l belgilab olishingiz kerak-da. Chunki remont shunaqa narsa bo'lmaydi. Remont shunaqa narsa ketaveradi. Qaysidir etapga borganda navodir siz pulingiz qolmay qolsa, u remont to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rindan normativlar bilan dizaynni aniqlab olish kerak. Keyingi masala shunga qarab sekin remont ketaveradi. Dizayner sizga shunaqa tavsiya bera oladimi? Ya'ni narxni mana bunaqa qiladigan bo'lsangiz, uyni remontini masalan sal oddiyroq qilishingiz mumkin, ixchamroq qilishingiz mumkin. Dizayner sizning talablaringizdan kelib chiqib turib dizayn chizadi. Siz o'zingiz yetishingiz mumkin. Men misol uchun mana shu 72 kvadratli uyimga 12 ming dollar pulim bor. Siz 12 ming dollarga remont qilsangiz bo'ladi bemalol. Mana shu yerda. Men 17 ming ishlatdim примерно. Taxminan. Shunga qarab ketaveradi-da. Siz agar misol uchun mana italyanskiy tosh qo'ydirmoqchisiz. Уже u boshqa summa bo'lib ketadi. Qarang, eshik tanlayotganda boshqa kompaniyalarning ham eshiklarini ko'rib keldingizmi? Ochiq gapiravering. Yo'q, ko'rmadim. Nima uchun?
Chunki aytmoq biz Akbarich bilan o'zi ishlab turganimiz uchun. O'sha eski ishonch baribir qolgan deysiz. Qolgan. Chunki mana foydalanib kelishyapti. Nimasi qarang ulug'im? Narx, sifat, dizayn uchalasidan qaysi biri shu Akbarichda bor? Dizayn ham chiroyli, sifati ham chiroyli. Narxini desam endi men yolg'onchi bo'lib qolaman. Biz akalar bilan endi reklamniy asnosida ishlaymiz. Shuning uchun narxini to'g'risi eshiklar narxini bilmayman. Sifati endi dizayni chiroyli. Ochiq aytish kerak, baribir sifat bir tomonda ustun bo'lsa, narx baribir pastda bo'lmaydi. Premium daraja kerakmi? Baribir narx biroz yuqori bo'ladi. Chunki masalan eshikni qo'yayotganda 3 yildan keyin almashtiraman deb eshik qo'ymaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Taxminan 10-15 yil, boringkani 20 yil xizmat qilish kerak bu eshiklar va shuning uchun ham siz uyingizga baribir har doim sifatli premium klassdagi eshiklarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Xullas, ikkita eshik, uchinchisi mehmonxona kirish eshigi, mana bunaqa ichki ko'rinadigan oynali eshik tanlangan ekan. Ranglarini kim tavsiya qildi? Oq ranglar. Mana bu tilla qism. Endi qarang. Men dizayn chizdirdim. U qimmatroq dizayn edi. Ya'ni u dizayn 35 ming, 40 ming dollar atrofida pul ketish kerak edi. Siz tushirdingiz uni? Men o'zimni miyamni uni minimallashtirdim. Misol uchun mana bunday qilamiz, mana bunday misol uchun abo'y qilamiz, mana bunday qilamiz. O'zim to'g'rilab, usta bolalarni ham joydaroq chaqirib, fikrlarim aytib, misol uchun ortiqcha lampalarni olib tashalindi, eshiklar bo'yicha qarab yo'q qilindi. То есть dizayndagi общий format qoldi, no qisman qisqartirildi. Uyda interyerida sal hashamat bordek, lekin eshiklar qandaydir neoklassik uslubdagi eshiklar tanlangandek ko'rindi menga. To'g'ri aytasiz. Qarang, qarajim bunaqa edi. Shu aytaman, mana dizayndan biz chiqib ketganimiz uchun bu yerda o'shani anaqasini nima deydi, mevasini ko'ryapsiz siz hozir. Birinchi bo'lib devorlar bo'yalgan edi. Keyin bo'yalgan paytimizda endi baribir suvoq yorilishlar bizning ishimiz emas-da. To'g'ri. U biz oldindan bilolmaymiz. Keyin yorilib ketdi devorlar. Keyin men jahlim chiqdi, asabim buzildi. Boriga baraka qilinglar dedim, tegmaylar dedim, tegalar turursin dedim. Mana bunday abo'y qora qolinglar bo'ldi dedim. Usta. Keyingi remont qildirgan paytimizda ko'chirib tashlab boshqadan qildiramiz dedim. Chunki shunga shunaqa qoldi. Aslida bu boshqacha bo'lish kerak edi o'zi. Agar boshqa rejalaringiz bo'lishi kerak edi, lekin o'zgarib ketib qoldi. Ishim ko'pligini hisobiga ham mana shu abo'yni ham to'g'ri tanlashmaganda, ishonsizmi? Lekin eshikni o'rtalagansiz, ishoning. Yo'q, eshigi haqida gapirmayapman. Mana misol uchun seri bo'tga umuman kombinatsiyaga tushmaydi-da. To'g'ri, shuni aytmoqchiman. Bo'tga molotchni berish mumkin edi yoki umuman boshqacharoq rang berish mumkin edi. Olib kelib turib bang'alab tashashgan. O'sha kech xullas. Yaxshi, uy juda ham chiroyli chiqqan. Endi ko'rib gapiryapman. Hali kirib gapirgan bo'lsam, endi ko'rib gapiryapman. Nasib qilsin, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Endi bu uy uchun rejalar qanaqa? Yo, endi bilmadim, ko'ramiz. Bu uy uchun alohida reja yo'q, qolganlarga bor. Endi baribir uy kerak. Albatta, ko'rishmasmi? Shunaqa. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Akbarich, ko'ngil tinch. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Biz har doim mijozlarimizga eng yaxshisini ilinamiz. Eng yaxshisi esa Akbarich kompaniyasida. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbarich, ko'ngil tinch.